Assalomu alaykum brifing ishtirokchilari. O'zbekiston Respublikasi Favqulodda vaziyatlar vazirligi 2026-yil 6-iyul kunidagi 252-sonli hamda 960 kun yong'inlarni oldini olish va bo'lishi mumkin bo'lgan favqulodda vaziyatlarni oldini olishga qaratilgan tadbirimiz keng miqyosda profilaktik ishlar bilan amalga oshirilmoqda. Yoz kunlarining issiq kelishi munosabati bilan havo haroratining keskin ko'tarilishi O'zgidrometeorologiya markazining xabariga ko'ra 13-iyul kunidan 17-iyul kunigacha keskin ko'tarilishlar kuzatilmoqda. Shu fursatdan foydalanib, vohamiz ahliga va vohamiz mehmonlariga kunduz kungi soat 11:00 dan kechki soat 5:00 ga qadar zaruriyat bo'lmagan hollarda oftob nurlari tagida yurmaslik, ichimlik suvini ko'proq iste'mol qilish, belgilanmagan joylarda cho'milmaslik va ota-onalardan farzandlariga ehtiyotkorroq bo'lishlarini hamda yashash uylari va aholi yashash xonadonlari, tadbirkorlik subyektlari va tadbirkorlik obyektlarida ochiq olovlardan foydalanmasliklarini tavsiya qilib qolamiz. Bu esa o'z navbatida sodir bo'lgan ochiq olovdan foydalanish ehtiyotkorligi oqibatida ular keng ko'lamda tarqalib ketishiga hamda ko'ngilsiz hodisalarning kelib chiqishiga sabab bo'lmoqda. Shu yo'sinda aytib o'tish joizki, yosh bolalarimiz uyda qarovsiz va ota-onalarning e'tiborsizligi oqibatida belgilanmagan joylarda cho'milish oqibatlarida suvda cho'kish bilan bog'liq ba'zi hodisalar ko'p kuzatilmoqda. Shuni e'tiborga olib, vohamiz mehmonlari va vohamiz aholisidan yosh bolalarga ehtiyotkorlik bo'lishi, faqatgina belgilangan joylarda va belgilangan obyektlarda cho'milish holatlarini amalga oshirishlarini so'rab qolardik.